Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Rahmat bizni kuzatib borayotganliklaringiz uchun. Endi mana Hayitdan keyin, Navro'zdan keyin ancha oldindan beri niyat qilib yurgandim. Shu o'tkir artritlar to'g'risida ham sizlarga bir tushuncha berish haqida. Nima bu o'tkir artritlar, qanday yordam ko'rsatiladi, qanday davolanadi? Mana shu to'g'risida video qilishni ancha oldindan beri istardim. Chunki bundan oldingi bergan ko'pchilik tayyorlagan videolarimiz asosan surunkali artritlarga bag'ishlangan. Hozir biz o'tkir artritlar haqida men sizlarga tushuncha beraman va buni tushunib olish qiyin emas. O'tkir artritlar bilan ko'p odam, o'rtacha 50-60% odam duch kelgan hayotida. Demak, bugungi videomiz o'tkir artritlar nima, qanday yordam ko'rsatiladi, sabablari qanday yordam ko'rsatiladi. O'tkir artritlar nima, sabablari va qanday yordam ko'rsatiladi. Demak, o'tkir artritlarga kirish so'zi shunday, azizlarim. O'tkir artritlar agar o'z vaqtida to'g'ri tahlil tekshirish qilinib davolanmasa, o'z vaqtida davo shoshilinch ko'rsatilmasa, yarmidan ko'pi surunkali artritga aylanadi. Demak, yarmidan ko'pi surunkali artritga aylanadi. Bir umr azob beradi va bo'g'imlarda harakatda cheklovga olib kelishi mumkin. Ehtimoli juda katta. Bu kirish so'zi edi. Endi o'tkir artrit deganda nima tushuniladi? Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasining va revmatologiya ekspertlar komissiyasining bundan salkam 20 yil oldin bergan tafsiri bo'yicha o'tkir artrit sabablaridan qat'iy nazar 48 soat ichida, ya'ni 2 sutka 2 kun 48 soat ichida bir necha, demak, soatdan to 48 soat ichida rivojlanadigan bo'g'imlardagi yallig'lanishlarga o'tkir artritlar deyiladi. Demak, eslab olamiz. 5 ta yallig'lanish belgisi bor. Bu og'riq, har xil intensivlikdagi, shish bo'g'imdagi, qizarish, bo'g'imning mahalliy issig'ini chiqishi va bo'g'imning harakat cheklovi har xil darajada. 5 ta yallig'lanish belgisidan kamida 2 tasining rivojlanishi o'tkir holatda, kuchli og'riqlar bilan, yallig'lanish belgilari bilan 48 soatcha shakllanishi o'tkir artrit deyiladi. Agar o'tkir artritlar o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, intensivligi pasayib yo o'rtacha davom etsa, yallig'lanishda 2 ta belgisi. Bolalarda 5-6 haftadan keyin, ya'ni 1 oydan keyin, kattalarda 12 haftadan keyin bu surunkali artritga aylanadi. Demak, bo'g'im ichidagi o'zgarishlar surunkali o'zgarishlarga aylanadi. Mana shunday ekan, endi sabablarini to'xtab o'tamiz. Sabablari juda ham ko'p, lekin birinchi o'rinda har xil darajadagi travmalar turadi. Nafaqat yiqilishlar, bo'g'imni noto'g'ri bosishda yo demak, o'shib, silkinishlar olishda bo'g'imdagi har xil travmalar bu birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda yallig'lanishlar. Misol uchun, har xil yallig'lanishlardan keyin pnevmoniya, tumov, gripp, koronavirus va hokazo yallig'lanishlardan keyingi bo'ladigan o'tkir artritlar. Undan tashqari alohida bitta guruhga turadi. Bu birlamchi revmatik hujum. Ya'ni o'sha banal revmatizmlik, haqiqiy revmatizmni bolalarda uchraydigan birinchi hujumidagi artritlar ham o'tkir artritlar deyiladi. Podagra surunkali, lekin har safar har xil bo'g'imlar zararlanishi, birinchi hujumi va boshqa bo'g'imlarning yangitdan birinchi marta yallig'lanishi ham o'tkir artrit deyiladi. Podagritskiy o'tkir artritlar ham bo'ladi. Bundan tashqari har xil infeksion kasalliklarda bo'ladigan artritlar ham o'tkir artritlar deyiladi. Ya'ni birinchi soatdan 48 soat ichida shakllangan artritlar 5 ta yallig'lanish belgisidan 2 ta va undan oshig'i bilan shakllangan artritlar o'tkir artritlar deyiladi. O'tkir artritlar ko'pincha monoartrit, bitta katta va o'rta bo'g'imni zararlanishi bilan yoki oligoartrit 4 ta, 5 tagacha bo'lgan
katta bo'g'im, o'rta bo'g'imlarni yallig'lanishi bilan boradi. Demak, artritlar kelib chiqishi haqida gapirdik, sababi haqida gapirdik. Endi qanday yordam ko'rsatiladi? Birinchi yordam albatta juda shart o'z vaqtida ko'rsatilishi. Ya'ni birinchi yordam bo'g'imni harakatini cheklash va yaqin o'rtadagi demak travmpunktga yoki travmatologga, revmatologga murojaat qilish. Bo'g'imni immobilizatsiya qilish. Hozir unda artrezlar deyiladi. Ilgari bizlar langeta derdik. Immobilizatsion langetlar. Bo'g'imni harakatini cheklash. Bu juda ham shart. Va yaqin o'rtadagi travmpunktga, travmatologga yoki revmatologga murojaat qilish. O'rta bo'g'immi, katta bo'g'immi albatta zudlik bilan tekshiruv o'tkazish. Birinchi guruhdagi tekshirishlar bular rentgenologik tekshirishlar, MRT, MSKT va raqamli rentgen hozirgi kundagi. Ya'ni suyak bo'g'imni tashkil qiluvchi suyak to'qimalarining zararlanishi bormi, yo'qmi? Buni aniqlash va bo'g'imni o'zingiz qilish. Demak, ikkita rentgenologik tekshirishlar, MRT, MSKT va raqamli rentgen bir tarafda, uchalasidan bittasi ishlatiladi va bo'g'imni o'zi qilish, bo'g'imni ichini ko'rish. Yumshoq to'qimalar zararlanishini o'zi ko'radi. Yumshoq paylar, bog'lamlar, tog'aylarning zararlanishini o'zi ko'radi. Yallig'lanish belgilarini, ularning zararlanish darajasini. Shunda hal qilinadi. Birinchi soatlarda o'tkir artritning. Bu travmatolog davolash kerakmi yoki revmatolog? Agarda bo'g'imlarda o'tkir o'zgarishlar, paylarning yirtilishi, meniska tog'aylarning yirtilishi va boshqa suyak qattiq to'qimalar zararlanishi, ularning maydalanishi yuz bergan bo'lsa, unda travmatolog davolaydi. Travmatolog unda bu artritlar shug'ullanadi va langeta immobilizatsiya, bo'g'imni harakatdan cheklash kamida 2 hafta yoki 45 kun, 44 kungacha davom etishi mumkin. Buni travmatolog hal qiladi. Agarda qattiq to'qimalarning, suyak, tog'aylarning zararlanishi, yirtilishlari bo'lmasa, unda immobilizatsiya qilinib, demak, keyin revmatolog davom ettirishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi soatlarda o'tkir artritlarda qilinadigan yordam og'riqsizlantirish va bo'g'imni harakatini cheklash juda ham zarur. Demak, yallig'lanish qarshi vositalari ishlatilishi ham inyeksiyada, hozirgi kunda ham vena ichiga, ham mushak orasiga, ham ichishga berilishi, bo'g'imni harakatini cheklash va mahalliy demak kompresslar qilinishi, fizioterapiya qilinishi ham shifokor aniqlab tavsiya bilan demak amalga oshiradi. O'tkir artritlardan albatta surunkali artritga o'tish sababi aynan birlamchi davoni to'g'ri tashkil qilishdan kelib chiqadi. Agar birlamchi davo to'g'ri tashkil qilinib, yallig'lashdan tashqari, mahalliy fizioterapiya tashqari, rassasvoyishi, bo'g'imga yig'ilgan, travmadan keyin yig'ilgan yoki yallig'lashdan yig'ilgan sinovitlar va boshqa qonlar ham yig'ilishi mumkin. Bularni olib tashlash yoki mahalliy davo bilan va umumiy davo bilan davolashni shifokor hal qilish kerak. Agar katta hajmda yig'ilgan bo'lsa, unda travmatologni olib tashlaydi va o'rniga glukokortikoid gormonlar kiritish ham mumkin. Ana shunda albatta rassasvoyishi, bo'g'imlarda yallig'lanishga qarshi va so'rilishda yig'ilgan infiltratlar so'rilishini amalga oshiradigan dorilarni ham o'z vaqtida berish, mahalliy hamda inyektsion formada davom ettirish ham katta ahamiyatga ega. Langidaza, lidazaga o'xshagan va seratopeptidaza, ya'ni mahalliy fermentlarni bo'g'imda faollashtiradigan davolar ham parallel birgalikda berilishi kerak. Bundan tashqari infeksiyadan keyingi o'tkir artritlarda antibiotiklar ham qo'llaniladi. Ham vena ichiga, ham yumshoq to'qimalarga, mushak orasiga. Bu ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, agarda yallig'lanish birinchi hafta davom etadigan bo'lsa, unda kasallik modifikatsiya qiladigan dorilar ham berilishi mumkin. O'sha biz aytgan
kasallikda ba'zisining dorilar bo'g'imda artritlarga qo'llanadigan liflamid, demak plakvil gruppasi va sulfasalazin mana bular ham berilishi mumkin. Qisqa muddatda gormonal dorilar ham qo'llanilishi mumkin. Inyeksiyon formada ichishga berish sxema bilan shifokor buni tayinlaydi. Demak, o'tkir artritlarda qanchalik tashxislash, davolash erta yo'lga qo'yilsa, shunchalik bo'g'imda asorat qolmaydi va artrit birinchi hafta ichida, ya'ni bir oy davomida to'liq tuzalib ketadi. Agar artritlar 12 haftadan ziyod davom etsa, 12 hafta va undan ziyod davom etsa, bu surunkali artrit deyiladi azizlar. Va buni endi revmatolog doimiy hisobga olib, davo olib borishga majbur bo'ladi. Endi savol tug'iladi. O'tkir artritlar shunday ekan, ko'proq travmadan keyin, o'tkir infeksiyalardan keyin bo'lar ekan, podagradan keyin va revmatizmning birlamchi hujumida bo'lar ekan. Demak, bularni tashxislashda analizlar, tahlillar shartmi degan? Ayrim hollarda shart. Chunki agar yallig'lanish bir hafta undan ziyod davom etayotgan bo'lsa, unda qonda yallig'lanish darajasini ko'rish kerak. O'sha so'y, leykotitlar, lika formulani siljishi, rima probadagi o'zgarishlar yallig'lanishni ham ko'rsatadi. S reaktivni belok, SRB, S reaktiv oqsil va umumiy qon tahlilidagi yallig'lanish darajasini bilish kerak. Chunki siz yallig'lanish qarshi bo'lgan vositalar, ibuprofen, ortofen va boshqalar ishlatyapsiz. Indomitotsin. Demak, siz ular dozasini, yallig'lanish qarshi bo'lgan vositalarni, dorilarni dozasini qondagi yallig'lanishga va bo'g'imdagi yallig'lanishga qarab mutaxassis shifokor aniqlaydi va tayinlaydi. Shuning uchun ham agar birinchi kundan ziyod davom etayotgan bo'lsa, bo'g'imdagi yallig'lanish o'tkir yallig'lanish bo'lsa-da, demak qon tahlillari ham zarur bo'ladi. Travmatologlarda esa o'z amaliyotlarini amalga oshirishga, demak, MSKT, MRT yoki o'sha raqamli rentgen aniq ko'rsatadi va travmatolog buni yotqizadi. Umuman o'tkir artritlar statsionar travmatologiyada yoki revmatologiyada yotib davolanishga tavsiya hisoblanadi. Ya'ni rekomendatsiya hisoblanadi. O'tkir artritlar statsionar davoga muhtoj 90% holatda. O'tkir artritlar uyda kamdan kam holatda qoldiriladi. Demak, o'tkir artritlar zudlik bilan travmatolog yoki revmatolog ko'rigidan o'tib hal qilinish kerak. Statsionar davolanadimi revmatologiyada yoki travmatologiyada yoki uy holatdami? Uy holatda ambulator davolanish uchun bo'g'imlarda demak og'ir o'zgarishlar, o'rta va og'ir o'zgarishlar bo'lmasligi kerak azizlar. Shunda bular uy sharoitida ambulator davolanishi mumkin. Bu juda ham katta ahamiyatga ega. Yana bir savol tug'iladi. Xo'p, o'tkir artritlar, misol uchun, mana operatsiya qilindi, undan keyin amaliyot qilindi, menisk olib tashlandi, yirtilgan meniskda paylar tiklandi. Mana bu ko'proq sportsmenlarda, yo yiqilishda, jarohat olishda, travmalarda yoki boshqa holatlarda. Demak, keyin surunkali artrit rivojlanishi mumkinmi? Mumkin. Agarda bemor amaliyotdan keyin, travmatolog amaliyotdan keyin 2 oy ichida to'liq reabilitatsiya fizioterapiyasini olmasa, mahalliy litroforez, fonoforez, lazer terapiyalar mahalliy olib, bo'g'imga ishlov berib, sekin-sekin tiklanishni to'liq yo'lga qo'ymasa, travmatolog nazoratdan o'tib to'liq tiklanmasa, 2 oy ichida amaliyotdan keyin, kichik amaliyot bo'lsa ham bo'g'imda, unda surunkali artritlar rivojlanish ehtimoli juda ham katta. Juda katta azizlar. Shuning uchun buni travmatologlar hal qiladi. Revmatologlar agarda o'sha artritlar, ayniqsa podagritskiy artrit, podagrani hujumidan keyin, birlamchi hujumida revmatizmda bolalarda, podagritskiy infeksion har xil infeksiyalardan keyin, mana COVID infeksiyasidan keyin artritlar kuzatildi. Mana bularni o'z vaqtida revmatolog ham katta bo'g'im, o'rta bo'g'im, yallig'lanish, o'tkir artrit borayotgan bo'g'imda harakatni cheklab, davolarda statsionar davomida intensiv olib borib, bo'g'imda og'riqlarda yallig'lanish elementlarini tez to'xtatmasa, birinchi hafta ichida, birinchi kun ichida unda surunkali artritga o'tish ehtimoli katta bo'ladi. Siz e'tibor qilmang.
bitta artrit, bitta bo'g'im zararlandim, ikkita bo'g'im zararlandim, o'tkir artritda travmadan keyin ham, infeksiyadan keyin ham, unda bu bo'g'imlar interleykinlar, yog'lanish chaqiruvchi interleykinlarda limfatitlar ko'proq ishlab chiqadi va boshqa bo'g'imlarga bora-bora hujum qilishi mumkin. Boshqa bo'g'imlar yumshoq to'qimalarga va boshqa bo'g'imlarda artritlar chaqirishi mumkin. Mana shuning uchun ham o'tkir artritlar o'z vaqtida statsionar davolash tavsiya etiladi. Ittifoq vaqtida o'tkir artrit qo'ydingizmi, siz statsionarga yotqizilishingiz shart edi. Hozir ham bu ko'rsatkich standartlarda shunday yozilgan. Davlat talab standartlarida o'tkir artritlar albatta o'z vaqtida davoga muhtoj deb yozilgan. Statsionar davoga, ya'ni shifoxonada davoga va 2 haftagacha statsionar davo beriladi. Keyin ambulatoriya chiqarish mumkin. Bemorning bo'g'imdagi yog'lanish belgilari pasaygandan keyin yoki yo'qolgandan keyin. Harakat sekin-sekin, demak, bemorning harakati tiklanishi kerak. Ambulator fizioterapiyalar yana 2 oygacha davom etishi mumkin. Mana shunday azizlar. Demak, o'tkir artritlar bular birinchi soatdan 48 soat ichida shakllanadigan va demak bolalarda 4-6 haftada, kattalarda 12 haftagacha davom etmaydigan va to'liq demak tuzalishi kerak bo'lgan artrit hisoblanadi. O'tkir artritlar 12 hafta va undan ziyod davom etsa, har xil darajadagi yog'lanish belgilarini ikkitasi 5 tadan unda surunkali artritga aylanadi. Surunkali artritga aylangandan keyin u surunkali. U demak to'lig'icha tuzalishi qiyin bo'ladi va faqat remissiya to'g'risida gap ketadi. O'tkir artritlarda butkul to'liq tuzalishi mumkin. Agar o'tkir artritlar o'z vaqtida to'g'ri tashxislanib, statsionar shifoxonada davolansa, o'z vaqtida birinchi soatlardan, birinchi kunlardan boshlab bo'g'im immobilizatsiya harakati cheklanib, davolar mahalliy hamda inyeksiyon ham ichishga davolar tayinlansa, tahlil tekshirish tashxisdan keyin o'tkir artritlardagi asoratlar qolmasligi kerak. Agar o'tkir artritlarga asoratlar qolsa, surunkali artritga aylangan bo'lsa, demak o'tkir artritning davosi o'z vaqtida to'g'ri bo'lmaganligini ko'rsatadi. Agar o'tkir artritlar surunkaliga aylansa, demak o'tkir artritlar o'z vaqtida to'g'ri davo olmaganligi haqida bu ma'lumot beradi. Shuning uchun azizlarim, bugungi videom shu to'g'risida edi. O'tkir artritlarga ham e'tiborsiz qaramang. O'sha har qanday mayda bo'g'immi, katta bo'g'immi, har qanday qo'l panjara bo'g'imlari ham farqi yo'q. Oyoq panja bo'g'imlari ham o'sha har xil travmadan keyin, yog'lanishlardan keyin paydo bo'ladigan artritlar o'tkir artritlar deyiladi. Birinchi kun ichida, demak 48 soat ichida, birinchi soatdan 48 soat. Bu o'tkir artritlar o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yib davolanish kerak. Bo'lmasa surunkali artritga o'tadi va sizni bir umr demak bezovta qilib keladi, harakat cheklanishi olib keladi. Azizlarim, rahmat e'tiborlaringiz uchun savollar kutib qolaman. Demak, bugun o'tkir artritlar haqida gaplashib oldik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun savollar kutib qolaman. Rahmat.